أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى demekçi. El-Eid avddin kelgan. Har yili bir ikki qatam takrar xushalliq ilib qilinadigan bir munosabat bo'lg'achqa Eid deb atalgan. Musulmonlarning Eid bayramlari faqatlam ikki bayram. Haftalik bir Eid yoki bayram deb qolsak, tajovuzan juma kunida desak bo'ladi. Yani Eidning yo'l qo'yilishiga hikmat ulamolarning deyishicha, mesela Eid-ul Fitr desek, Ramazan farz qilingandan keyin musulmonlar bir oy ro'za tutgandan keyin mushu ne'matga, mushu ibodat va toatga muyassar qilganligi va hasanatlarninki aslinib darajalarining yuqori martabalarga ko'tarilganligiga shukr qilish jihatdan xushalliq munosabati bo'lib yo'l qo'yilgan. Qurbonlik Eid'iga kelsak, albatta qurbonlik Eid'i haj faoliyatidan iborat. İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın sünnetleri, Zilhacci'nin 10 kuni, Arafat mesela, Mina, şunda faaliyetlerden ibaret. Allah Teala'ga toluq ixlas ve toluq boysunish simvoli bo'lgan haj faoliyatidan keladigan bir xushalliq, yani mukofot tariqasida Allah Teala yo'l qo'ygan. Eid namozi hijratning 1-yili yo'l qo'yilibdi. أبو داود رواية عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم عيدان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. مش كن Cahiliyette Medine ahalisi eğitkigamış iki gün. Şunun biri bazı kitaplarda Nuruz günü deydi. Yevmel Mihrican demasaydı. Bunda Nuruz'un şu bulmaydı yine şu. Çünkü yani bir mezarın kitaplarda mı haram yaparaydı. Hatta bazı kitaplarda mesela akide kitaplarda Kul Ekber ya ki şunu o kitaplarının ahırda Nuruz günleri adette yemeğilgan rangli tuxumlarni mesela, arpa boylagan so'ng tuxumni shu bayram kunlari unda siltilgan, shuni elib yapgan taqdirda bu kufrdan farqi degan gap bor. Aqida kitobga kirgizilgan. O'rtacha olimlar shu chog'dagi Navro'z bayramini tabriklash ishlari duch kelgan ulamolar Hanafiy mazhabda buni harom deb qilmaydi. Shu ishni qilgan ahvollarda kufrlik qilib bordigan ish deb hisoblagan. Lekin hozir masalan Şeyh Qardaviydek ulamolar bu Navro'z bayramining diniy xarakteridan yalang'ochlagan ahvolda da bir an'ana sifatida tabriklasa mayli bo'ladi deb bakkan. Ammo diniy jiltiz bor deb qarasa bo'lmaydi. Navro'zning asli tegitakdan surishib kelsa, bu Yahudiyninki va yoki Kurdlarning bayramiga borib taqildi. Mısır'dan Bani İsrail Musa Aleyhisselam elib chiqayotgan chaqda Firavundan qutulgan chaqlarni tabriklab Yahudilar mushunda bir bayram qilgan. Keyin buni Kurdlar va ularni Ironliklar elib shuna bir dehqonchilik munosabatlarga o'tilib Shummun Nasimga Misrdan qilgandek bahor bayrami degandek bular Navro'z, ya'ni bahorning 1-kuni deb tabriklaydigan bo'lgan. Lekin tigi diniy e'tiqod berib taqiladigan bayram. Qala va tajibu ala man tajibu alayhi salatul juma. Juma namozi vojib bo'lgan kishilarga Eid namozi vojib bo'ldi. Hozir bundan shundan qarasak, Eid namozining Hanafiy mazhabidagi hukmini bayon qildi. Eid namozining hukmi vojib demakchi. Yani kimlarga vojib bo'ldi desa, juma vojib bo'lganlarga. Albatta Eid namozi oyat bilan, sunnat bilan va ijmo' muslimin bilan yo'l qo'yilgan bir ibodat. Biz oyat deb qolsak, masalan, fasolli li robbika vanhar tafsirida Eid namozini o'qib qurbonlik qil degan ma'noda. Yoki yana bir oyatni olib aytsak, suratul Baqara yoki Al-A'raf va litukmilul iddata va litukabbirulloha ala ma hadakum va la'allakum tashkurun.
Şu oyatdan "Velitukebbirullah" degan şu jumlani Hayit namozida takbir aytish deb tafsir qilsa, Hayit namozidan vojibligi oyatdan chiqadi. Hamda Hanafi mazhabda vojib dedi. Vajiba alal a'yan. Hanafi mazhabdagi to'g'ri qarash shu. Yani Hanafi mazhabni yakunlab kelsak, to'g'risi shu. Hanafi mazhab ma kitobda ammal vujub fa liqawlihi ta'ala wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullah ala ma hadakum ash-shahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an degan shu oyatning davomi. Buningdan da agar va litukabbirullah degan shu jumlani Hayit namozida ortiq takbir aytish bor, 5-6 qatim. Shu takbir aytish degan taqdirda balki bu oyat Hayit namozining vojibligiga dalil bo'ladi. Bo'lmasa odatda Hayit kunlarida, ayyam tashriq kunlarida takbirni ko'p aytishni ko'rsatsimi bo'ldi. Ammo yana bir oyatda fasalli robbika vanhar degan bu sal jallaqanda. Hayit namozini ko'rsatilganlikda. Qalu al-murad salatul Eid. Yani mushu vajl istidlal bil aya. Yani bu oyatni akaldingiz. Sizga qanday dil bo'ladi bo'lsa, qalu ulama al-madhab al-hanafi al-muradu salatul Eid. Mushu va litukabbirullah degan Alloh taoloni ulug'lash, takbir aytish degandan maqsad Eid namozi deb tafsir qilgan. Bu birinchi dalilsak oyatdan. Yani bir oyat bilan billah. Fasalli li robbika vanhar. İkinci delil sünnetten ve li muvadabatihi sallallahu aleyhi ve sellem aleyha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayit namazını taşlamayı okup gelgen. Min gayri terkin deymiz. Fakat taşlamayı okup gelgen. Bir akıtın taşlap koygan bolsa bu sünnet oldu. İzcil taşlamayı okup gelgen boğallıkta vaciplikini gösterdi. Ve li qadaihi iyyaha. Yana ona qaza qilganlik uchun. Tushdan keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ro'za tutgan. Ro'zaning birinchi kuni. Balki boshqa yerdan kelganlar biz tunigan kechda, ya'ni shomdan ilgari, asrdan keyin Shavvolning hilolini ko'rgan to'q deb guvohlik bergandan keyin u kuni ro'zasini buzib, ertasi atgan Hayit namozi o'qigan. O'sha Abu Dovud rivoyat qilgan shu voqealikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hayitning ikkinchi kuni bo'lgan kunda Hayit namozini o'qitgan. Yani shuni qazo deb atabgan. Nolga va liqadaihi sallallohu alayhi vasallam iyyaha fil yawm ath-thani demoqchi. Ikkinchi kunda qazo qilganlik uchun, qazo qilganligi o'sha Hayit namozining vojibligini ko'rsatdi. Bo'lmasa qazo qilishmaydi. Va kullu zalika dalilul wujub va qila innaha sunnah. Va qila mushani bir mazhabga ba'zi ojizroq qarashda sunnat degan qarash bor. Gerçi bu qarashni İmam Şafii ve Maliklar tutgan bo'lsa-mu, ya'ni bu mazhabdagi ulamolardan sunnat degan qarashlar bo'lsa-mu, bu mazahir rivoyatga qarata ojiz. Shuni as-sahih al-wujub deymiz. Wal awwal asah deb turmaydi. Wa qawluhu fil jami' as-saghir, jami' as-saghirni İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayhining 6 kitobining birisi dedi. Ama zahir rivoyat kitoblarining birisi. Hem ya da vaciplik degan şu to'g'ri qarash dedi. Ama zahir rivoyatga tava bo'lgan jami sag'irda sunnat degandek bir gap bor deyilib qolsa dedi. Jami sag'irda Imom Muhammad bunday debgan: "Aydan ijtama'a fi yawmin al-awwal sunnatun va ath-thani faridatun." İki hayit bir kunda jam bo'lib qolsa, birincisi sunnat, ikkinchisi farz debgan. Bu ikki hayit namozi bilan juma namozi biz bir topshiriq qildik-ku, ikkisi jam bo'lib qolsa bo'lmoqchidir. İkisi jam bo'lib qolsa, birincisi sunnat, ikkinchisi farz debgan. Hem bir İmam Muhammad bana sünnet dedi. Zahir rivayet kelgan so'z ma o. Nima shunamasa vojiblik asah bo'lib qoldi bir mazhabda deyilib qolsa, yo'q, buning ma'nosi sunnat deganning ma'nosi sunnat orqali isbotlangan vojib deganni ko'rsatadi. Yoki bunda deyish mumkin. Bu sunnat lekin vojibning darajasida. Bir masalada biz shunday dedik-ku, Imom Quduriy masalan sunnat dedi. Keyin ayg'ida apirib bu vojib darajada. Vitr. Vitr masalasi. Vitrni ba'zi sunnat dedi, ba'zi vojib dedi. Ana sunnat deganlar yo buni tashlab qo'yish bo'lmaydigan, bunda alohida bir sunnat dedi. Ya'ni shu vojib degan apadi. Shunga o'xshash bu sunnat orqali isbotlangan vojib demoqchi deydi. Bunda iborat so'rash odati bor. Mesela İmam Malikning ba'zi ibodatlarni bu sunnat deb qo'ydi. Sunnat degani
Bizning hozir tar doirada isloh qilgan sunnat emas. Ilgarigilar bunda islohlarga bo'ysunmaydi. Bu keyin belgilangan isloh bo'lgan ekan. Bu sunnat degani musulmonlar tutmaydigan yo'l, musulmonlar qiladigan ish bu. Kelayotgan ish degan ma'no buning ichida vojibim bor, sunnatim bor, mustahablarim bor, bunda bir ishlarni deydi. Endi yerda sunnat bilan isbotlangan vojib birinchisi, ikkinchisi oyat bilan isbotlangan farz demoqchi. Bu bo'lsin juma. Endi nima uchun shunda bir xil ta'vil qildik buni, bunda tushundik desa, lianna qawluhu, chunki shu so'zning oyog'ida Imom Muhammad deb ekan. Va la yutraku wahidun minhuma, ikkisining birini tashlab qo'yishga bo'lmaydi deb ekan. Tashlab qo'yishga bo'lmaydi degani shu vojib degan gap. Dalilun lil wujub, mana bu so'zi vojib deganligining dalili. Va qawluhu damir kimga qaytadi? المصنف قول المصنف في المختار على من تجب عليه صلاة الجمعة لما بينا فيها. الجمعة واجب بولغان كشي واجب بولدو ديگنا الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار أشوlar. Nima uchun desa, biz ashullarning har birining ustida biz to'xtalib ta'lil qilgan to'g'ri. Al-ahrar al-asha al-muqimina bil-amsar desa buningdan kim chiqdi? Al-marda, al-abid, ahli al-badl, al-mar'a. Lekin ayollarning chiqishi garchi ulamolar xavful fitna deb bunda chiqarib o'tgan bo'lsa, lekin aslida asl qoidasida bu ayollarga hayit namoz vojib degan qarashning qilijini bor. Ham shu ayollarning hayit namoz chiqish masalasida asli ayollar erlarga o'xshash taklif qilindi. An-nisa shaqa'iqur rijal. Ammo bir ishda ayollar bunda hukmlar emas, ya ayollar vojib emas deb istisno qilayotgan bo'lsa, ayollar ayrimni qilsa, lekin unda istisno qilmaganda o'xshash farz bo'lib ketibdi. Lekin bu shu hayit namozi masalasida ayollarning hayit namoziga chiqishni qattiq ta'kidlagan ahvol bor. Alohida ta'kidlagan ahvol bor. Masalan, uydan taloq chiqmaydigan, bo'yga yetgan qizlar, cho'kallar, hammasini chiqsin dedi. Hatto hezdami chiqsin. Kiyim yo'qlab, abay yo'qlab qolsa, biraydan o'tnilib bo'lsin chiqsin dedi. Bu alohida ta'kidlashni ko'rsatdi. Sahih Buxoriy kelgan hadisda an Hafsata bint Sirin قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوجها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. مش hadisda Hafsa bint Sirin, Muhammad ibn Sirinninki hemşirisi. Bu tabi'inlardan katta ulama ayol. Bular biz Basra mesela ya Kufa şu kişinin birisida tug'an vaqtimizda qizlarimizni hayit namozi chiqishdan to'sitdik deydi. Bir ayol shu shakilab shu bir qasrga tushgan ekan, Hafsa bint Sirin bu tabi'iyat bo'lgan ekan, sahoba ayollar kelib qolsa berib hadis anglab ilm o'rganib bunda olim bo'lib ketganlar. Shu sahoba ayolning qashqi bo'lgan ekan, shu sahoba ayol so'zlab turibdi. Mening yo'ldoshim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 12 g'azotda birga bo'lgan. Mening hamshirammi 6 g'azotda yo'ldoshim bilan birga g'azotga chiqqan. Biz g'azotga chiqqan vaqtimizda kasallini beqib, yardalini davolab, unda xizmat qilibdik. Shu hamshiram Rasulullohdan so'rgan dedi. Hayit namoziga jilbobi yo'qlar bo'lib qolsa chiqmasin bo'lamdi. Yani şu sahabe ayollarning zahidan cho'qim chiqish kerak deganni tushunganligidan jilbob bo'lmay qolsa chiqmasin bo'ladimi deb so'ragan gap. So'rgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqalar jilbobini berib tursin, o'tnilib bo'lsin, kelib chiqsin degan dedi. Chiqib bular oshunda bir barakatlik, shuna bir so'rin, shuni qatnashsin, musulmonlarning duo va namoz faoliyatlari qatnash vazifasi bilan olsin. Hem yani bir tarafta Müslümanlar bir xil canlıq Müslümanlığın sancıqken biz xili
jiqkanmiz deb yurib to'mbulg'a vaqtlandi shu chog'da. Chunki Madinaning atrofi hammasi mushriklar bilan qoplanib ketgan chog'lar. Acha chiqson degan. Ana mushu hadisdan olgandan keyin qalat Hafsa falamma qadimat Atiya, yani keyingi vaqtlarda Atiya degan bu sahaba ayol shu shaga borgan chog'da osh so'zni qayta so'rab ta'kidlash uchun Hafsa yani shuni qishib beribdi. فلما قدمت عطية أتيتها فسألتها أسمعت كذا وكذا قالت نعم بأبي. Siz Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan bundan deganligini anlaganmisiz desa, ha anlagan. Atam uning fido bo'lsin. Rasulullohning ismini zikr qilgan chog'da shu sahobalar shunda dedi ekan. Atamni fido qilay deb. Na'am bi abi. Wa qallama zakarat an-nabiy sallallohu alayhi vasallam illa qalat bi abi. Qala bu ayol rivoyat qilib Rasululloh shunda degan. Rasululloh deganida yakrujal awatiq zawatul khudur. Yak ba'zi rivoyatda al-awatiq va zawatul khudur wal huyyad. Al-awatiq zawatul khudur degan uydan odatdan sirtqa qat'iy chiqmaydigan, bo'yiga yetib qolgan qizlar. Bularda yil bo'yi chiqmaydigan bo'lsa, o'sha hayit namozi chiqsin demoqchi. Wal huyyad haydalim chiqsin va ya'tazilal huyyadul musalla. Ezdalar namoz vaqtida bir chet chiqib tursin. Namoz o'qiyotganlar bir tarafda, ezdalar bir tarafda namoz o'qimay tursin. Wal yashhadnal khayra va da'vatal mu'minin. Bunda deganda Rasululloh men anlagandim, ras shu debdi. Qalat faqultu laha al-huyyad, man ezdalim chiqanda deb so'radim dedi. Qalat na'am, alaysa al-haid tashhadu arafat va tashhadu kaza va tashhadu kaza. Yani arafat qilib qatnashadigan, yiq musulmonlar yig'ilib Allohni zikr qilib turadigan, shunda bir barakatli so'rinli qatnashadi, Minada bo'ldi, Muzdalifada bo'ldi debdi. Ana shu hadisda ayollarning hayit namozi qatnashishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alayda ta'kidlagan avval bor. Kim bo'lmasa boshqa o'ttilib turib tutsin. Hatto hayizda olib qolsinmi chiqsin deb. Ham juma bilan hayitning azroq farqi bor bir tarafdan. Juma namozi bilan hayitning azroq farqi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namoziga ayollarni chiqsin deb unda darajada ta'kidlab buyurmagan. U yanida o'qiganlar afzal degandek ahvol bor. Ammo ruxsat qilgandim, chiqib qolsam mayli bo'pti, hisob bo'ldi degan tariqa. Ammo hayit namozda chiqsin degan bir buyruq bor. Endi ma usul fiqhda agar ma buyruqni haqiqiy ma'nosida ilib olsak, al-amru haqiqatun lil wujub, vojibni bildirgan bir siyg'ami bu. Yani bir hadisda vajibal xuruj ala kulli zati nitaq debdi Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Albani sahih debdi. Ama şu ayollarning hayit namoziga chiqishni buyurganligini tahlil qilsak, bu buyruqlardan da ayirgan bir ahvol yo'q. Yani yosh ayol bo'lsa chiqsa bo'lmaydi, qariz chiqsin. Yoki pak chiqdi, hayizda chiqmasin. Manda ayirish yo'q. Ya cho'kanlar chiqsin, qizlar chiqmasin degan hech qanday ayirish yo'q. Ayollar bo'lsa hammasi chiqsin degan bir buyruq bor. Yani hayit namozi chiqqan taqdirda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqsin deb buyurdi. Qatnashishninki fazilatlarini bayon qildi. Hayit namoziga chiqsin degan bir buyruqqa ergishimiz lozim. Lekin buyruqqa ergishishdan billa ayollarning hayit namoziga chiqib, kirib chiqishda, yurishtirish va kiyinishida islom shariatining yani aynan Rasulullohning va buyruqiga bo'ysungandek shar'iy kiyinish, yurishtirish qoidasiga bo'ysunish lozim. Atirsiz chiqmaslik, kiyinishda shar'iy o'lcham bilan kiyinish, yurishtirishga diqqat qilish. Lekin nima Hanifi mazhabda hozir ayollarning hayit namozi o'qishi vojib emas degan masalaga o'tganda sabab ko'rsatdi. Birisi xavful fitna. Yana birisi bu ayollar erlarning xizmatida, bolalarning xizmatida bo'ldi. Endi xavful fitna masalasiga kelsak, albatta Hazrat Oysha agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir qadar yashagan bo'lsa, Bani Isroilning ayollarini to'sayotganda o'z vaqtida hozirgi ayollarni masjidga chiqishdan to'sayotgan bo'ladi. Chunki ayollar nasl yasinib, atir-patir ishilib chiqadigan bo'lib olgan. Shunga Imom Ayni 9-asrda yashagan Umdatul Qari'ning muallifi debdikan: "Al-yawm al-fatwa 'ala al-man'i mutlaqan." Bugun kunda, ya'ni 9-asrning gapi bu. 9-asr bugun fatvo zodi
mutlaq to'sin o'tishga berildi deydi. Chiqmaydi deb fatvo bermas. Wala siyama fi diyar al-misriya. Bo'ladi Misr diyorida. Ya'ni o'z vaqtida Misr diyorini o'sha ayollar hozirda endi esim chiqdi ahvol baki. Misrlikning odati ekan. Nima uchun bular shar'iy kiyinish o'lchamiga rioya qilmaydi. Natijada pishni pasatildi demoqchi. Lekin o'lchamga rioya qilsa ayollarning chiqishi vojib degan qarashning shuning jiniva. Chunki hadisda chiqsin deb buyurganlikdan. Qala va sharoituha ka sharoitiha. Eid namozning shartlari jumaning shartlariga o'xshash, ya'ni as-sultan wal jamaa wal misr wal vaqt va ghayra zalik. Lima marra fil jum'ah. وقال صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. Bu rivayet yuqoridan bir qatam bayon qilingan. Bu endi Misrni shart qilganlikning dalili. Eid namozi uchun, juma uchun Misr degan bir o'lchamdagi bir yurt bo'lishi lozim degan. Wala tashriq degan shu takbirat tashriqni ko'rsatadi. Tashriq kunlari Qurban hayitining 2, 3, 4 kunlari, Zulhajjaninki 11, 12, 13 kunlari takbir aytilg'ashva. Ayni takbir aytish ulluq masalan. Farz namozlarning oqida shuna ulluq takbir aytishlari faqatlam shu Misr bo'lsa o'rindildi demoqchi. Qala illa al-xutba. Faqatlam xutba o'xshamaydi. Eidning xutbasi jumaning xutbasiga o'xshamaydi. Fa innahu yaxtubu ba'da salah. Chunki Eidning xutbasini namozdan keyin o'qiydi. Kadal ma'thuru an Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday kelgan. Jabir radhiyallohu anhuning hadisida anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kharaja yawmal fitr fa bada'a bis salati qabla al xutbah. Muttafaqun alayhi hadis. Amma jumaning xutbasi namozdan burun o'qiladi. Qala wa law tarakaha jaza. Eid namozining xutbasini o'qimay qolib qolsa joiz. Ya'ni Eid namozi hisob bo'ldi dedi. Ha? Jaza degani Eid namozi hisob. Ama cuma namazı xutba o'qimay qolsa buni shart degandek bir nimada cuma hisob bo'lmaydi degandek ahvol bor. Nima uchun hisob bo'ldi o'zi? Annaha sunnatun. Ya'ni bu shu Eid namozining xutbasi sunnat, bu shart emas. Valaysat bi shartin. Qala va qad asaa li mukhalafati sunnah. An sunnatda xutba so'zlash bo'lgan ekan, xutba so'zlamay qolsa sunnatga xilof qilganlik jihatdan yaxshi qilmagan bo'ldi. وكذلك إن خطب قبل الصلاة يجوز لحصول المقصود. Shundaqla namozdan ilgari xutba so'zlab qolsa, Eid namozda jumaga o'xshash namozdan burun so'zlab qolsa, bu hisob bo'ldi mayli. Lihusul maqsud. Chunki osh kishilarga va'z tabliq qilish, ba'zi bir ishlarni uqtirish maqsad ado bo'lgan bo'ldi deydi. وهو تعليمهم وظيفة اليوم. Yani şu Eid günde maaşını qilinglar, mana diqqat qilinglar, sizlar rahim qilinglar degandek vaziyat qilingan bo'lg'achqa shu ishlarni o'tish vujud chiqqan bo'ldi. Va yukrahu lima bayyana, yani li mukhalafati sunnah. Bu mesela Marwan Madinaning valisi. Bu Eid namozi chiqqan chog'da namozdan boshlamay minbarga chiqqanki Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu tunning peshidan tortgan. Tortsa, umi peshini tortiblan minbarga chiqib so'zlab ekan. So'zlab qilgan ekan, bu sen yangi ishning birini paydo qilding. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida Eidning xutbasi kim bo'libdi? Desa, u ishni o'tib ketgan, hozir biz yana davrda. Ya'ni ekan, o'tib ketgan ash ishlar masning ishingdan yaxshiroqdi. Desa, ugo to'g'ri, lekin ma xalqninki ahvoli o'zgarib qoldi. Biz namozdan keyin xutba so'zlaymiz deb o'tsasak, namozni o'qitlan qachida bu xalqlar o'tmaydi. Namozdan burun so'zlashimiz lozim degan. Ya'ni bu sunnat xilof qilganlik uchun Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu sunnatni shu chog'da uqtirib qo'ygan. Lekin bu Eid namozining bu xutbasida masalan ba'zi hadislarda Xoliqalloh tinsin Xoliqalloh qaytib kelsa bo'ldi degandek bir azochilik bor. Wala adana laha wala iqama. Azamni to'lanmaydi, takbirni tushirilmaydi. Ba'zi bir qarashda as-salatu jami'a deyiladi. Degan bo'lsa, buning dalili bo'lmasi mumkin. Shu Alloh akbar deblan namozni boshlab ketadi. Shu ba'zi kishilar eliroq chiqama, misal yaqinlashgan chiqaman deganlar ulgurmay qoldilar. Li'annahu lam yunqal. Li'annahu lam yunqal. Ashu sunnat kayinga
agishimiz deganlikni. Ya'ni hadisda rivoyatda bunda ahvol kelmagan ekan, biz azan to'lab takbir tushiramiz, qilmaymiz. Qala va yustahabbu yawmal fitr lil insani an yaghtasila. Ro'za et kuni, albatta qurban etgan shunda. Ro'za et kuni yuyinish mustahab bo'ladi. Biz kitobi tahoratda jumaga, Eidga yuyinish mustahab yoki sunnat degan to'q. Mustahab bo'ladi dedi. Lima taqaddama fi tahara. Bu kitobi tahoratda o'tib ketdi. Kitobi tahorat mustahab bo'ldi yo sunnat bo'ldi lil izdiham degan. Chunki bu odam jiqadamni to'planadigan, qisqisdan olib ketadigan bir kun bo'lgan ekan, bu yerda masalan yo ta'puraydigan bunda bir g'ayri piroq bo'lib qolmasin demak. Boshqa azavrish bo'lmasin. Ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu Eid namoziga chiqishdan ilgari yuyinibdi. Ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu sunnatga bak amal qildi, bak diqqat qilibdi degan nima bo'lg'achqa, bu sahoba shunday qilar ekan. Bu mustahablikni ko'rsatdi. Va yastaka misvak shirtidi, ya'ni tishini cho'tkilaydi deylar. Li'annahu mandubun ilayhi fi sayr as-salawat. Boshqa namozda mustahab bo'lg'achqa Eid namozida mustahab bo'ldi, uning ustiga bu jamoat bilan o'qiladigan namoz. Albatta biz burunqi babda kitob tahoratda deb o'tdik. Bu yerdagi misvak ishiltish hozirgi ba'zi qilgandek takbir tushirib quloqqa qaytgan chaq bilan ya'ni cho'tkilatish maqsad bu. Ya'ni anda kullu du masalan, anda kullu salat deganni biz tartag'an chaqda, o'yda masalan namozga chiqaman deb tartag'an chaqda shu chaqda cho'tkilasi misvak ishiltirsa, anda kullu salat, anda kullu du hisobida bo'ldi. Hozir ba'zilar buni anda tushunoladi. Anda kullu salat degan rivoyat bo'lgan ekan, shu quloq qatqamat salat degan chaqlarga qilib cho'tkilatib takbir ulag'ini ulgurmay sal kichik turib, ondan takbir qilganini bunda bir xato tushunish bo'lib qoldi. Asl namozga chiqishdan ilgari masjidga mangan chaqda, hamma namoz o'qishni masjidga kirib bo'lgandan keyin takbir tushirish orliqida qilwas bo'ldi emas buni. Qala va yalbasa ahsana thiyabihi. Yana eng chiroyli, eng yaxshi, eng yangi kiyimlarni kiyish mustahab. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam kana lahu jubbatu fanakin yalbasuha fil jum'i wal a'yad. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jumalarda, hayit ayamlarda va umak elchilarni kutib olgan chaqlarda kiyilgan bir juusat deydilar. Jubbat fanak degan, fanak bu tulki terisidek narsa. Fanak degan kichikroq bir tulkini ko'rsatadi. Lekin endi mushu Rasulullohning mushu tulki terisida bunda bir ton kiyganligi, juu kiyganligi sahih rivoyatlarda bunda bir kiygan nima emas. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayit namozida, masalan, jumalada va umaklarni, elchilarni kutib olgan chaqda kiydigan burd habira. Manda to'llarati degan rivoyat bor. Burd habira degan Yamanda ishlangan bir xil to'l. Buni bunda shunda yo'lliq yoki qizil ranglik degan ma'nosi chiqdi. Bizning Uyg'urlarda masalan baqasam ton deymiz-ku. Balki bizning shu o'rta asrlik ulamolarimiz baqasam ton alayda endi kiyishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda burda habira degan gapdan chiqqan bo'lishi mumkin. Bu Yamanda tikildigan bir xil toni, endi yo'lliq yoki qizil rangda. Ashunda toni bor degan rivoyat sayra kelgan. Ammo tulki terisida unda juusat degan sayralarda uchratmaymiz. Endi nima uchun ahsan sahabi desa, yana bir tarafdan oyat zug'on ya bani adama xudu zinatakum inda kulli masjid. Endi kulli masjid degani ekan, bu bir xilamda to'plashib jamoatlar o'qiydigan bir namoz bo'lg'achqa eng yaxshi shaklda yasinishni ko'rsatdi. Xudu zinatakum degani zina deb iborat so'rishdimi? Bir xil yasinish maqsadi bor. Ustur avratikum deb qo'yib bo'ldi. Satrul avrning ham gap emas bu. Uningdan eshib zinnatni yasinishni ko'rsatdi. Shu aniq vaziyatda masalan do'ppi kiyish kerak degan gapmi? Mush oyat sayildi. Do'ppa zinnatni daris kiramda kirmamda kirdi. Cho'ng bir aylan bilan ko'rishish bo'lsa, cho'ng so'rinli qilinish bo'lsa, do'ppi kiya olamiz. Shunda. Undan ekan Alloh taolo huzur turgan chaqda ahsaniz zina bilan turish desak, shu mustahab desak, endi boshda o'qish makruh degan gapni aniq vaziyatda shunday chiqdi. Qala va yatatayyaba. Yani xushbirak ishlatdi, atir ishlatdi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam kana yatatayyabu yawm al-Eid. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid kunida xushbirak ishlatdi, juma kunida ishlatdi. Odatda ko'p ishlatib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki
bir xil g'ayri puroq chiqib qolishini yoqtirmaydiganligi nihoyat aniq. Shuni ba'zi tamoqni yemaydi, diqqat qilib. Yani ba'zi islida fa inni unaji Jibril. Fa inni unaji man la tunaji. Men sizlar so'zlashmaydigan, qaranglaşmaydigan Jibrildek zot bilan so'zlashman. Uni ko'rishman, shuni g'ayri puroq bir narsa bo'lmaydi. Albatta ayollari til biriktirib, asal yegan chog'da sizning boshqa g'ayri puroq kirildi deb shunda degan chog'dimi, ikkinchi asal yemaman deb qasam qilar ekan. Yani şu puroq nimasida nihoyat hassas bo'lganligining o'zi. Ba'zi rivoyatda bir yerda o'qidim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki kirimining 3dan 1ni atirga ishlatdi degan bir gapni. Uni ham ulamo tadqiq qilib dedimi, buni bilmayman. Lekin o'z vaqtida hozir shunday agar atirning jinglab qolsa qimmat, grami falan qil. Walau min tibi ahli. O'zidan atir tugab qolgan bo'lsin. Hozir bu yerda erlarning atiri ayrim, ayollarning atiri ayrim degandek bir mazmun chiqdi. U Fransiya uni ayirib qo'yishga biz musulmonlar ayirib qo'yganmiz. Ha? Bizdan for men deb qo'ydiq-ku. Yani erlarning ayrim, ayollarning ayrim. Er shunda atir checha nimaga mangay degan chog'da qarasa atir tugab qo'ya topolmay qoldi. Qachida ayolning atirini ishlatib qolgan shunday. Ham bu xushpuroq qoldi. Ba'zi bir jinsiga nima bo'lsa-mu, farq bo'lsin, lekin bu xushpuroq. Undan keyin zodi pishratgan atirni chech bilan g'achcha chiqibdi degan ma'noda. Yani atir ishlatishning u yerda nihoyatda ta'kidlanganligini ko'rsatdi. Summa yaruhu ila solah, ondan namozga mangibdi. Qala va ya'kulu shay'an hulwan. Yani mustahab ishlardan tatlı shirin narsalarni yeb chiqdi, ig'ziga chiqib chiqdi. Xo'mi bo'lishi mumkin yoki quruq uzum, gulqoq mesela shunday narsa bo'lishi mumkin. Tamran aw zabiban aw nahwahu. Hakaza nuqila min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda ig'ziga chiqib chiqqanligi sahih rivoyatda kelgan. Masalan, Buxoriydagi rivoyatda kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza kana yawm al-fitr lam yakhruj hatta ya'kula tamaratin ya'kuluhunna ifrada. Ko'rmaganni taqiydi ekan. Innalloha vitrun yuhibbul vitr degan asas. Qala va li'annahu yuhaqqiqu ma'na al-ism. Ay ig'zi chutish Eid namozininki ismiga munosib keldi. Shu ismni amaliy tatbiqlagandan iborat dedi. Yani Eidul Fitr, yani ig'zi ichish Eid degandek bir bo'lgan ekan. Bu bir oy Ramazon tutib, ro'z tutish harom qilingan bir kunda Alloh taolaning emrini icra qilib buyruq bo'ysungan holatda ig'zi chutish iborat. So va mubadaratun ila imtithal al-amr. Adam makinde ig'zi aç degan ekan, gachcha ig'zi chutish iborat. Shu kuni hamda tong atgandan keyin namoz o'qib bo'lgandan keyin gachchida ig'zi chutlanmash, bu buyruqni tez o'rindashdan iborat deydi. Ammo bu endi ro'zatga gap, Eidul Fitr bo'lgan ekan. Qurbon Eidda ya'kulu min udhiyatihi. Ba'zi rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurbonlik molninki jigirdan aytdi. Namozga nashqimay bordi Qurbon Eidda. Qala va yukhriju sadaqatal fitr fayad'uha fi masrifiha. Ay namoz o'qigan chog'da sadaqa fitrni berib o'tdi. Joyi tekkizdi deydi. Shu kambag'alning qo'liga tutqizdi demak. Albatta ba'zi ulamolar da Eid tayyorlig'isida Ramazonning 15laridan keyin oxirgi 10 kunda, oxirgi bir haftada 2 kun qolganda berishmi yaxshi deganlar bor. Yani at-ta'jil bi ikhroj sadaqatul fitr deydiganlar bor. Degan sunnat bo'lgan o'shanda. Namozga mang'an chog'da namoz o'qishdan burun berib o'tish shuni. Hakaza fa'ala sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilgan. Ey namoz berishdan burun asaqi fitr o'samni taqtimlashtirib unda mang'atdi. Yana bir hadisda umirna bi an nukhrija sadaqatul fitr qabla an nakhruja lis-salat degandek rivoyat bor. Va fihi tafrigu balil faqir lis-salat. Namozga berishdan burun berib o'tishda shu namrat kishininki butun diqqatini namozda bo'lishiga yordam qilish var. Namoz berishdan burun qo'liga shu kuni yeydigan va hajladan xarajat kirsa, balchaqlarning tamoqqa tayyorldi, hajlatga yetib tayyorlab, uni to'liq xotirjam namozga mangdi. Bo'lmasa,
namazını kelsem ya balığı eşkırılan pul yok ya ki heyzepirdiğen pul yok tamak yok der dikkatçiler alırdı perişan alırdı bardı. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem egnûm anil mes'eleti fi hadal yevm. Muş günde bulanı bir narsa tileştin, kişilerden soraştın, tutuldurup koyanlar degen. Kâle ve in akharaha caza. Sadaka fitrını Eid namazdan kechiktirmasimi hesap mayli deydi. Yani bu ada buludu demek ha. Qazo olmadi, ada buldu. Ashun bir vaqti deydi. Ve ta'cilu afdal. Lekin burun bir o'tish afzal, mustahab shu. Sunnat bo'lgani shu. Yani bu masalada yani bir mazhab ulamolari sadaqa fitrni berish vaqti hali keng tasha azada deb qaraydi. Azachilik bor bu. Namoz chiqishdan burun berishda amal ittifoq mustahab sunnat. Yani namozdan keyin bo'lsa-mu shu kechkishi bo'lsa, bu chatoq yo'q deb qaraydi. Yani bir mazhabda. Yani bir mazhab ulamolaridan Al-Hasan ibn Ziyad sadaqa fitrni berish vaqti intayin tar, qisqa vaqt bu. Unda uzun so'z olmaydi deb qaragan. Bular jumhur mu şu Hasan ibn Ziyad bilan billah bular Eid namozi o'qilib shu birinchi kunninki kuni patqanniki lam bo'ldi sadaqa fitrning vaqti o'tdi deb qaraydi. Navonki Eidning ikkinchi kuni ya birinchi kuni kechida berib qolsa bu xuddi vaqti o'tib ketgan bir ibodatning qazosini qilgandek bo'ldi. Ado olmaydi deb. Qazosi bo'ldi. Vaqti o'tgandan keyin qilgan bu. Degan bularni, ya'ni bir mazhab bilan bu jumhur billah Eid namozdan keyin ba'sa bo'ldiganligi ittifoq. Yani birinchi kuni kunduzda berita olsa hisob deydi. Lekin az bir qism ulamolar Eid namozdan shunda o'tib ketganligidan bu inovatsiz, bu vaqt ketdi. Bu qazo uchunki yoki sadaqa emas sadaqat. Chunki hadisda "Faman addaha qabla salati faqad addaha ve men addaha ba'da salati fehiya sadaqa min as-sadaqat" degandek rivoyat bor. Bu rivoyatda sal aciz bo'lg'achqa, yani bir o'tkilar shu "Aghnum anil mas'alat fi hadal yawm" degandek hadislarga tayinib, namozdan kim bo'lsa mush kunda bularni tilashni muhtoj qilmagan bo'limizga maqsad ado bo'ldi deb hisob qildi degan. Davomli ko'pchilik ulamolarning nazarida kun patqicha bervatsa ado bo'ldi. Yani bir mazhabda shunda. İkinci günü başımaydı bir mazhabda ado bo'ldi, ko'pchiliknikida ado bo'lmaydi. Az bir qism ulamolar namozdan keyin berib qolsa hisob bo'lmaydi. Undan keyin o'sha va xarajaz degan mush qarash birinchi kuni kechkicha, kun patqicha kechiktirib bo'ldi degan ko'pchilikning qarashi. Lekin ikkinchi kuni kechiktirib degancha yani bir mazhab unday mayli degan bo'ldi. Qala thumma yatawajjahu ila al-musalla. Sadaqa fitrni berib o'tib namozgohda yuzlanib manado. Albatta sunnat bo'lgani Eid namozni namozgohda o'qish yoki Eidgohda o'qish. Eidgoh deganimiz shaharning sirtidagi bir maydon tuzlanlik. Bak jiroqdan chiqayotgan shaharning sirtidagi bir maydon bo'lsa, ashay chiqib o'qish. Endi hozir shaharda kamayib ketganligi shaharning ichidagi o'ttirdagi cho'ng maydonlarda o'qigan bo'lgan. Lekin burun kichik shaharda shaharning orasidan ham sirtga chiqib, balki o'sha Eidgohmi burun Qashqarninki Qashqarga yetganmi? Burun Qashqarning shunda shaharning sirtiga o'daldidan chiqsa, shaharning sirtiga bir tuzlanlik bo'lsa, balki shu yerda Eid namozi o'qib keyin ondan masjid bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shu Eidgoh deb ataydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ay Masjid-i Nabaviyda bir namoz o'qisa manchasi bo'ldi degan ashunda fazilatlik bir masjid turg'liq. Eid namozidan ash masjidni qo'yib turib, masjidning sirtida tuzlanlikda o'qiydi. Bu alaydamda shuni ko'ngil bildi. Qala va yustahabbu an yamshi rajila. Eid namozga minib berish mustahab dedi. Hakaza ruya anin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday rivoyat qilingan dedi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mushu hadislar xili ko'p, lekin hammasining sanadi ojiz. Sanadi ojiz. Masalan, anil Harith عن علي رضي الله عنه من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. degandek bunda rivoyat bor. Buni Imom Tirmizi, Imom Ibn Majah sunanlarida rivoyat qilgan. Imom Tirmizi rivoyat qilib, "Wal amalu ala hadha al-hadith 'inda akthar ahli al-'ilm yastahibbuna an yakhruja ar-rijalu ila al-'eid mashiya wa alla yarkab illa min 'udhrin." Ko'pchilik olimlar mush ojiz rivoyatni tutgan.
Aciz rivoyatni tutishda bu aciz rivoyatlarning necha yo'ldan kelgan, ko'p aciz hadis bo'lgan ekan, bu bir-birini kuchlantirdi deb qaragan. Yani yana bir tarafdan sahih hadisda, ya'ni mush mazmunni kuchlantiradigan bir ma'ni bo'lg'achda texmo jallanib, menib chiqish mustahab degan. Masalan, Hafiz al-Iraqi namozga menib chiqishning mustahabligiga Abu Hurayra radhiyallohu anhu muttafaq alayhi hadisini dalil keltirgan. إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا فأتموا دي عندك رواية الله نقول مش هذا وأنتم تمشون ديان برنامج بوغاشقا منب çıkış müstahap fikine aciz hadislik hagan köp hadislarda aciz bo'lsin köp hadislik hagan aş mazmunna ma sahih hadislikka ma ibar misal jallandirdi deydi. Şuna ko'pchilik ulamolar Eid namoziga minib chiqishni mustahab deb qaragan. Uning ustiga biz Eid namozida mangan chaqda mayoldan minib, ayoldan qaytib keldi deydi-ku. Bu yerda Eid kuni ba'zi rivoyatda Eid kuni farishtalar shudu deydi. Shu yo'llarda, uylarda hamma yerda mig' bular mavjud edi. Kishilarning takbir aytayotganligi, namoz o'qiyotganligi, uyda Qur'on o'qiyotganligi, ashunday yo'lda turib bu uchragan kishilarga duo qilib turdi dedilar rivoyat. Shuna ayoldan mayoldan qaytish deganni ba'zi ulamolar mayoldan mangan chaqda uchragan farishtalarni uni uchrab qolsa, ya'ni qaytish shu uni emas, boshqalardan bo'lsa, uchramagan yana boshqa farishtalar uchrab menda qaytsin degan maqsadda deyilgan deb qaraydilar. Danki menib chiqishda bir nimasi. Yani mashinada bina chiqib qolsa, vashida tekib qolsa dua qilmay qolishi mumkin. قال ولا يكبر جهرا عند أبي حنيفة رحمه الله. Şu ro'zayda takbir aytishlardan yo'lda ketib takbir aytilg'asi bor. Bizning diyorlarimizda har bir masjidning jamoati to'plashib, bundan keyin aytgaga imomning yetakchiligida 7 yerda to'xtab takbirni bilan to'litib bunda minib boribdi. Takbir aytish bor. Ashunda takbirlarda ishni takbir aytadi deydi. Va qala yukabbiru i'tibaran bil adha. I'tibaran degan so'zni biz nimada? Qiyas. I'tibar degandigilar qiyas deysizlar. Bu qiyasning yana bir ismi. Mashhur bo'lanmay qolgan ismi, istilohlashmagan ismi. Lekin fuqarolar ishlatadi. Chunki qiyasning dalili bo'lgan shu oyatda fa'tabiru ya ulul absar. Ya'ni ba'zi ulamolar i'tibar so'zini qiyas ishlatadi. Qurban aytda qiyas qilib ullik to'laydi deymiz. Amaliyotda bu sahabaning dalili qiyoslama emas aslida. Sahaba kiromdan kelgan ba'zi rivoyatlar bor, ullik o'qigan, ullik takbir tushgan rivoyatlar bor. Qiyos bilan sahaba kiromlarning ishizdir asli. Bu yerda qiyoslan bayon qildi. Ana shu sahabaning qarashi, jumhurning qarashi, jumhur ulamolarning qarashi. Wa lahu ma ruya أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع الناس يكبرون يوم الفطر فقال لقائده أكبر الإمام روزيتا جماعتنا تكبر شروط قلقنا أولك تكبر طولات قلقنا أنك فقال لقائده نمضمز لقائده ابن عباس رضي الله عنهما آخر قيادة آما ولبقى شو يتكلب كتب باغان بر أدمجا Nimish bu imam takbir aytishga başladimi deb so'rabdi. Qala la, ya qala afajunnan nas kishilar ilishib qolishmamda debdi. Ya'ni bunda ulug' takbir to'limaydi. Yaganda buni bunda tushunsak bo'ldi. Imam takbir to'lashga boshlaganda agishib to'laydigan batda imam to'limasa aldirab bunda to'lmas kerakdi degandek mazmun chiqishi mumkin. Lekin ayadan Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga ullik takbir to'lash yo'qdi degan mazmunni ifodasi dalil keltiribdi. Va li anna zikra mabnahu ala al-ikhfa, ya'ni zikr, masalan duo bularninki asli qoidasi ishni maxfiy deyish. Ud'u robbakum tadarruan va xufiya degandek. Qurbayetning takbir siyg'isi nechxil usulga kelgan. Bizim juda aytilganimi bor. Ana Saudiya Arabistoni, Misrdagi salafiy qarindoshlarimiz aytgan qisqasi Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar, lillahi alhamd.
Yani bu siğmi ba Mısırlıqlarınki bu şekilde uzun aytgan siğil ba sahabdan kelgan, sahabdan ve tabi'in İmam Şafii rahmetullahi alayhidan kelgan siğa. Yani sahabe kiramlardan necha xil bir takbir aytish usullari kelgan. Buni tekshirib kelsa 3-4 xili sunnatga muvofiq sahabe kiramlarning sizni muvofiq chiqadi. Ama birisi ma sunnatga muvofiq, ma boshqasi bid'at deb ketilmaydigan darajada. Shunga Misrning ulamolari mushu Misrda aytilayotgan takbir shaklimi sunnatga muvofiq deb fatvo yozganlar bor. Chunki muvofiqligini isbotlan. Masalan Salman al-Farisiyning bir takbir aytish usuli bor-da. Ibn Abbosning bir xil, Ammar ibn Yasirning bir xil, sahabe kiramlardan har xil kelgan bo'lg'achqa, buning bir xil kengchilik bor. Lekin mazmun nima? Vali tukabbirulloh, vazkurulloh fi ayyamin ma'dudat. Vazkur ismallohi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am masalan. Shunda bo'lg'achqa zikr maqsad qilinadi. Lekin siyg'isda har xil kasimi sahabe kiramlarning so'zlari tayangan bo'lg'achqa bir xil asosi bor. قال والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه. عند إمام نومان ميادة نايته نظر دايسن نايته puxta ekanligini ko'rsatdi. Takbirni ullik aytish qurbon aytdi kelgan. Ash hadislar kelgani shu. Undan keyin qurbon aytda ullik aytmas. Ro'za aytib ullik o'qish kelgan, bunda ullik aytmaymiz. Ash hadis kelganga erishmaymiz demak. قال ولا يتطوع قبل صلاة العيد. Eid namazı ilgiri nafl namaz o'qish yo'q. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam lam yaf'alhu ma'a hirsihi 'ala as-salah. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam domli qashin fursat bo'lsa namoz o'qiydigan turug'liq Eid namazı ilgiri namoz o'qimagan. Namozga chiqib birinchi shu Eid namozini o'qigan. Ikkinchi tahiyatul masjid o'qiydigan yo bir nafl o'qitay deb qog'idin nashrkat o'qitib uniki bunday o'qigan yo'q. Mana İbn Abbas radhiyallohu anhu'ningki muttafaqun alayhi hadisda anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam salla yawmal fitr rak'atayn lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Thumma ata an-nisaa wa ma'ahu Bilal fa'amarahunna bis-sadaqati faj'alna yulqina tulqi al-mar'atu khursaha wa sikhabaha. Endi hozir mushu sunnat dedik-ku. Eid namozini Eid goh chiqib o'qish sunnat dedik. Ham bu sunnatni biz tashlab qo'yib, Eid namozini masjidda o'qigan bo'ldik hozir. Tamam. Sunnatga rioya qilmaganlik bir binormal ahvolni paydo qiladi. Paydo qilgandan keyin binormal ishlar duch kelyapmiz. Masjidda o'qiymiz. Masjidda o'qigandan keyin biz chashga vaqt kirishdan ilgari Bag'doddan keyin kun chiqayotgan kun chiqqandan keyin Eid namozi o'qishga masjidga keldikmi? Kelgandan keyin bu yerda masjidga kirgan odam ishkirga tahiyatul masjid o'qisin degan bir buyruq bor. Buni amal qilish lozim. Ishkirga namoz o'qiy desak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid namoziga kirib namoz o'qimagan degan bir nima bor. Bunda bir kashilg'a aslida shu qoid bo'yicha qilsak bunda nimaga yo'liqib qolmaydi. قال وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون فقال ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ko'rib boqmagan qanday namoz bu deb inkor qilgan. Ayblabgan shuni. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.